بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 165 bob yabda'ul kabir bil kalami was sual. Odob shu ekanki, bir yerda o'tirilganda yoki bir ikki kishi bo'lganda katta yoshdagi kishi so'z boshlar ekan. So'rashni ham o'sha boshlaydi degan gap. Buni qandoqligini mana hadisni o'qib turib tushunamiz. 359-hadis. Abi Hasma dan rivoyat qilinar ekan. أن عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود أتيا خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا في أمر صاحبهم فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر الكبر قال يحيى لي الكلام الأكبر فتكلموا في أمر صاحبهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتستحقون قتيلكم أو قال صاحبكم بأيمان 50 منكم قالوا يا رسول الله أمر لم نره قال فتبرأكم يهود بأيمان 50 منكم قالوا يا رسول الله قوم كفار فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله قال سهل فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدا لهم فركضتني برجلها عبد الله بن سهل degan bir kishi va Muhayyisa ibn Mas'ud degan bir kishi Xaybar degan joyga borishdi. Bu Xaybar degan joy xurmozorlari ko'p joy, yahudiylarning joyi. Keyin o'sha xurmozorga kirishib ketdi. Hojat, qazoyi hojat uchunmi, dam olish uchunmi, tahorat qilish uchunmi, nima qilish uchun kirib ketdi. Ikkovi bir-biridan ajrab xurmozorning ichida yurganda haligi ikki kishining biri Abdulloh ibn Sahlni o'ldiribdi kimdir. Qatl qildi, o'lib qoldi. Shunda buni o'limini xabarini eshitib Abdurrahmon ibn Sahl keldi. Uni ukasi keldi. Keyin Huvaysa, Muhayyisa degan Mas'udning o'g'illari keldi. 3 kishi kelishdi. Kimni oldiga? Nabiy sallallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib bo'lgan voqeani aytishdi. Shuni aytishmoqchi ekan kelishdi. O'sha bo'lgan voqeani gapirishmoqchi bo'lib Abdurrahmon gap boshladi. Bunday qaraganda Abdurrahmon haligi 3 kishining ichida kichik yoshdagi odam ekan. Rasululloh unga qarab turib kattalarga yo'l berdilar. Hayron bo'lib qolgan ekan. Yahya degan tushuntiribdi. Gapni katta gapiradi dedi. Endi keyin haligi katta yoshdagilar gap boshladi. Mana shu yerdan gap chiqadiki, demak bir yerga borganda, bunaqa tayin boshlig'i yo'q bo'lsa, boshqa bo'lsa, katta yoshdagi odam gap boshlashi kerak ekan. Rasululloh akram alayhisolatu vassalomning huzurlarida o'tirib, kichkina yoshdagi bola gap boshlasa, palon yerga borib deb ustozini o'ldirib ketibdi deyishsa, gap boshlashma Rasululloh aytdilarki, kattaga so'z ber, kattaga yo'l ber. Mana shu narsa bo'lgan ekan. Endi qissani davomiga kiradigan bo'lsa, bu yerda kelgani haligi gapni aytib, mana o'ldirib ketibdi, kim o'ldirganini bilmaymiz, lekin bog' yahudiylarniki. Da'vo endi o'shalar o'ldirgan degan da'vo. Nima qilish kerak? Deganda Rasululloh aytdilarki, "Xo'p" dedi. Sizlardan 50 kishi kelib qasam ichib, shuni yahudiylar o'ldirdi deb qasam ichaladimi? Shunda aytdi, "Men hukmni qabul qilaman" dedilar Rasululloh. Shunda ular aytdi, "Bunaqa ish bo'lgani yo'q, hech kim 50 ta odam qasam ichishi mumkin. Albatta yahudiylar o'ldirdi degan da'vo bilan." Rasululloh aytdilarki, "Ular qasam ichdi yahudiylar. 50 tasi kelib biz o'ldirganmiz deb qasam ichdi." Shunda ular g'alati bo'lib qolganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aytishibdiki, "Alloh Rasuli, kofirlarning qasamini qabul qilasiz, u yoq qanaqa bo'ladi endi?" Deganda Rasululloh, "Bo'pti, buni xunini men o'zim to'layman" deb xun bergan ekanlar. Shunda o'sha Sahl aytayaptiki, o'sha xunga berilgan tuyalarda menga bittasi tegdi, bir tepganman debdi.
haligi tiya tepkalarga yoqmagan ekan shekilli-da. Demak, mana shu hadis sharifdan biz bilamizki, kattalarga demak yo'l berish, gapirganda ularga yoshi kattani nima qilish, muhtaram joylariga o'tirganda ham siz o'ting deganlarimiz ham behuda emas ekanda. Mana shu narsalar kattalarning hurmati uchun qilinadigan narsalar ekan.